qilib, dokumentlarda kamchilik bor edi. Endi hammasi ochiq oylanish shart emas, to'g'rimi aka? Kitob, aziz do'stlar, bugun 24-iyun tong saharlab aeroport Domodedovoda akalarimni kutib oldim. Dokumentlarda kamchilik bor edi, shaxsan o'zim kutib olib, registratsiya qilib, chiroyli kuzatib qo'yamiz. Albatta bizdan uzoqlashmanglar. Sizlarga polniy registratsiyani ko'rsatib boraman. Domodedovo Toshkent yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari 11:45 da uchadi. Ertalab tong sahargi reysda do'stlar, mana shu rushnoylar, mana shunga sig'ish kerak. Mana shunday tekis bo'lsa-ga sizlarni shtraf qilmaydi. Ag'ga ham, bag'ga ham, короче, ko'rib turibsizlar, tekis sig'yapti. Biz akamni kutib olib chiroyli qilib, akajon. Ketyapsiz-a? Gap yo'q, xudo xolasa chiroyli qilib, dokumentlarda kamchilik bor edi. Endi hammasi ochiq oylanish shart emas, to'g'rimi aka? Kitob, kitob kamchilik bor edi, jo'st nimalar bor, mana chiroyli qilib registratsiya qilib ketyapti, akajon. Xudo xolasa, mana. Qachon oldingiz biletni? Kecha kechib payt. Kecha kechib payt, bugun ketyapsiz. Bugun sizlar 24-iyun, 24-iyun azizlar. Shunaqa gaplar. 24-iyun aziz yurtdoshlar. Shunaqa gaplar biz xizmatlaringda. Bu akajonim, sog' bo'ling, gaplashamiz. Domodedovo Farg'onaga akam tushyapti, aka. Chotki xudo xolasa Domodedovo Farg'onaga. Mana bagajlari ham tayyor. Kelaverasizlar. Domodedovo Farg'ona 187 dan 186 ga 12:00 da samolyot uchadi. 8-stoyka bu besplatniy tarozi. Yuklarimiz zo'r chiqdimi aka hammasi? Xudo xolasa. Aka, gap yo'q. Oq yo'l. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p, mayli.